Bugun men sizlarga juda muhim savol bermoqchiman. Siz bugun o'zingiz bilan qanday gaplashdingiz? Ertalab uyg'onganingizda miyangiz sizga nima deydi? Esingizda bo'lsin, inson hayoti boshqalar emas, uning ichki suhbati boshqaradi. Agar siz har kuni o'zingizga qo'limdan kelmaydi desangiz, miyangiz yo'l topa olmaydi. Bugundan boshlab ichki suhbatingizni o'zgartiring. Men kambag'al demang, men o'sish jarayonidaman deng. Menda imkoniyat yo'q demang, men imkoniyat yarataman deng. Chunki ong buyruqlar kutadi. Siz qanday gapirsangiz, hayotingiz shunday qarab shakllanadi. Boy insonlar bilan oddiy inson o'rtasidagi eng katta farq bu pul emas. Bu ichki dialog. Oddiy odamlar muammoga qaraydi, kuchli odamlar imkoniyatga qaraydi. Bugun o'zingizga shunday deng: men intizomliman, men har kuni 1% yaxshilanaman, men o'z hayotim uchun juda javobgarman. Ehtimol bugun katta natija ko'rmaysiz, lekin bugungi to'g'ri ichki suhbat ertangi katta o'zgarishlarni boshlaydi. Unutmang, dunyodagi eng muhim suhbat bu o'zingiz bilan qilingan suhbatdir. Agar ichingizda ovoz sizni pastga tortsa, siz unga javob bering. Unga ayting: men kuchliman, men o'rganaman, men yiqilsam ham turaman. Bugun o'zingiz bilan do'stona, kuchli va mas'uliyatli suhbat qiling. Chunki hayotingiz o'zgartiradigan birinchi odam bu siz. Agar bu fikr sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang.